Uyg'urlarning mustaqil davlat g'oyasidagi mustaqil medianing roli va iqtisodiy asosi. Uyg'ur xalqining tarixiy vaziyatida mustaqil davlat qurish g'oyasi har davrda markaziy tema bo'lib keldi. Bu g'oyani amalga oshirish uchun siyosiy tashviqot xizmati eng muhim omillarning biri. Lekin bu xizmatni unumli ilib berish uchun Uyg'urlarning o'ziga xos mustaqil mediasi bo'lishi zarur. Mustaqil media bo'lmasa, xalqning ovozi dunyoga yetib bora olmaydi. Siyosiy da'vo to'g'ri yo'lda ilgariy olmaydi. Bu maqolada mustaqil medianing Uyg'urning iqtisodi bilan bo'lgan zish munosabatini tahlil qilib, chet eldagi Uyg'ur jamoatining bu masalada amaliy harakatga o'tishning zarurligini ta'kidlaydi. Oldi bilan mustaqil medianing rolini to'nib yetish kerak. Dunyo tarixida har qanday milliy ozodlik harakatining muvaffaqiyati media bilan zish bog'langan. Masalan, Sovet ittifoqining parchalanishida Baltiq davlatlarining mustaqil mediasi kuchli tashviqot roli o'ynagan. Uyg'urlar uchun bo'lganda bu takrorlanishi kerak. Mustaqil media orqali Uyg'urlarning duchor bo'layotgan zulmlarini dunyoga anglatish, xalqning birligini kuchaytirish va siyosiy g'oyani ilgari surish mumkin. Lekin bu media chet el hukumatlari yoki tashkilotlarining qo'llashiga tayinib qolmasligi kerak. Chunki ularning manfaati o'zgarishi bilan qo'llash to'xtashi mumkin. Yaqinqi misollar buni isbotlaydi. Erkin Osiyo radiosi Rifaning Uyg'ur bo'limining taqilib qilishi, buningdan burun Yevropa ozodlik radiosi RFA-RL-ga o'xshash tashkilotlarning Uyg'ur tashviqotidagi o'rnining kemiyishi, bularning hammasi tashkiliy qo'llashga tayinishining xavfini ko'rsatdi. Bu voqealar Uyg'ur jamoatiga dars bo'lishi kerak. Tashkiliy medialarning taqilishi bilan Uyg'urning ovozi suslashidi. Siyosiy da'vo ziyon tortadi. Bu xil ahvolda chet eldagi Uyg'urlarning o'zining mustaqil mediasini qurib chiqishi zarur bo'lib qoladi. Lekin mustaqil media uchun eng muhim asos iqtisod. Iqtisodning kontrolligi kimning qo'lida bo'lsa, media shuningga bo'ysunadi. Dunyo bo'yicha kuchli millatlarning mustaqil mediasi ularning iqtisodiy kuchiga tayinadi. Masalan, Yahudi jamoatining Isroiliya davlatiga bo'lgan tashviqotida ularning dunyo bo'yicha iqtisodiy ta'siri zo'r rol o'ynagan. Uyg'urlar uchun bo'lganda, agar o'zimizning iqtisodiy asosimiz bo'lmasa, mustaqil media qurish mumkin emas. Chet eldagi Uyg'urlarning soni ko'p bo'lsa-mu, iqtisodiy birlikimiz kamchil. Buning uchun Uyg'ur savdo tashkilotlarini qurish, iqtisodiy fondlarni ta'sis qilish, kichik korxonalarni taraqqiy qildirish qatorliq tadbirlarni elish kerak. Uyg'urlarning iqtisodini kuchaytirish orqali mustaqil medianing tizginini o'z qo'limizda tutishimiz lozim. Buning uchun chet eldagi Uyg'ur jamoati jiddiy o'ylanish kerak. Oldi bilan Uyg'urlarning iqtisodiy birligini qurish uchun fond ta'sis qilish kerak. Ikkinchidan, mustaqil media platformalarini, masalan, tor bekatlar, sotsial media kanallari, radio, televiziya, iqtisodiy qo'llash bilan ta'minlanishi kerak. Uchinchidan, yoshlarni iqtisod va media sohasida tarbiyalab, ularning bu da'voga qatnashishini rag'batlantirish kerak. Bu tadbirlar orqali Uyg'urlarning ovozi dunyoga anglanadi. Siyosiy g'oyamiz to'g'ri yo'lda ilgarilaydi. Xulos qilib aytganda, Uyg'urlarning mustaqil davlat g'oyasi uchun mustaqil media zarur. Uning uchun iqtisodiy asos eng muhim. Yaqinqi voqealar bizga dars bo'lib, tashkiliy qo'llashga tayinishning xavfini ko'rsatdi. Shunga chet eldagi Uyg'ur xalqi tezroq amaliy harakatga o'tib, iqtisodni kuchaytirib, mustaqil mediani qurish vaziyatning ehtiyojidir. Buning bilan Uyg'ur davosining kelajagidan zo'r umidlarni kutalaymiz. Qalamda Izbosar. Mikrofon oldida Qaraxon. Sharqiy Turkiston informatsion markazi.